darsdagi, demak, sketchy chizmalari bo'yicha mikrobiologik bakteriyalarni o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, demak, birinchi bakteriya bizda ko'rib turganingizdek Staphylococcus aureus. Boshidan stafilokoklardan boshlaymiz va bunda demak aureus bilan boshlaymiz ekan. Bu demak bizda ko'rib turganimiz binafsha ko'ylak kiyib olgan. Bu esa bizni Staphylococcus aureusni gram musbat bakteriya ekanligini anglatadi. Va uni birinchi xususiyatlariga keladigan bo'lsak, gram musbat ekan. Bundan tashqari albatta stafilokoklar bizda klaster hosil qilib o'sadi, ya'ni xuddi uzum shingiliga o'xshash ko'rganimizda mikroskopda ko'rganimizda uzum shingiliga o'xshash koloniyalar hosil qilib o'sadi va bu yerda mana bu mushukni ko'rib turibsiz. Mushuk inglizchada, demak, ko'p so'zlar ingliz tilidan nima qilingan. Ya'ni inglizchada cat bu demak bizda katalaza musbat degani. Ya'ni katalaza testiga musbat beradi, pufakchalar hosil qiladi. Xo'p, demak, katalaza testi bundan tashqari stafilokokk bilan streptokokni ajratish maqsadida ham qo'llaniladigan test hisoblanadi. Va bundan tashqari bizda mana bu lampaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda beta yozuvi turibdi. Demak, qizil, ya'ni beta gemolitik ekan. Xo'p. Beta gemolitik va bu yerda sariq ranglarga e'tibor beramiz. Bundan tashqari aureusning yana o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, aureus nomi oltin degan ma'noni anglatadi va bekorga bu narsa berilmagan, chunki ma'lum bir muhitlarda, ya'ni ko'p muhitlarda tillarang xuddi sariq pigment hosil qiladi. Shundan aureus nomini olgan. Xo'p, qonli agarda demak sariq koloniyalarni hosil qilar ekan. Beta gemolitikligini aytib o'tdik va bu yerda mana bu dengiz, qizil dengiz to'g'rirog'i bu yerda bo'linib turibdi. Bu bizda koagulaza testini anglatadi, ya'ni koagulaza ham musbat. Koagulaza bu qonda demak fibrinogen, to'g'rirog'i fibrinogenni fibringa aylantirish xususiyati dedik. Qonda ivitish xususiyati. Demak, koagulaza musbat ekan. Bundan tashqari mana bu sariq, orqasidagi sariq bo'ydor odam sariq kiyim kiyib olgan. Bu aynan mannitol test, mannitol tuzli agar bor, mannitol salt agar deyiladi. Aynan shunda demak musbat natija berishini anglatadi. Chunki mannitol testi sariq koloniyalar hosil qilib, sariq rang hosil qilib o'sadi. Shuning uchun. Endi uni rezervuari, ya'ni qayerda uchrashlari haqida gaplashib o'tsak, birinchi navbatda bu yerda sfinks ko'rib turibmiz. Sfinksda burni yo'q. Burniga e'tibor beringlar, burni yo'q. Va aynan burni bizda mana bu oldingi tomonda turibdi. Bu esa buni anglatadiki, demak, ko'p hollarda Staphylococcus aureus burunda mavjud bo'ladi yoki umuman burunda shilliq qavatdagi normal flora desak ham bo'laveradi. Va bundan tashqari 25% aholi bizda Staphylococcusni bakteriyani tashuvchi hisoblanadi ekan. Xo'p. Va bundan tashqari terida ham, terining normal florasi tarkibiga ham kirar ekan qisman. Yuqish yo'li esa bizda yuqish yo'li aynan qo'l orqali, ya'ni deylik, kasal bemor bilan ko'rishish orqali, chuchkurish, ya'ni aksa urish. Bundan tashqari bizda xirurgiyada yarani tozalashda, xirurgik yo'llar orqali hamda zararlangan ovqatlardan, xususan mana bu ayolga e'tibor beradigan bo'lsak, ovqatdan zaharlanish holati bilan mana ovqatlarni ko'tarib olgan va o'zi qo'li bilan og'zini bekitib olgan. Xuddi nima ko'ngli ayniyotgandek bo'lib turib ko'rinyapti. Endi xo'p, demak, patogenezga keladigan bo'lsak, mana nimaga qaytamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu immunoglobulin G ko'rinishida turibdi va Staphylococcus aureus xususan protein A ni hosil qiladi. Demak, A bu. Protein A esa mana bu yerda mana bu immunoglobulin G ni Fc bo'lagi, Fc qismi deylik. Shunga aynan birikib ingibitsiya qiladi va natijada bakteriyani fagositoz qilinishi oldini olinadi. Bakteriya demak bemalol kasalliklar qo'zg'atib yuraveradi. Bu shuni anglatyapti. Immunoglobulin G ni demak Fc qismini bloklar ekan. A oqsili, protein A deyiladi. Xo'p, demak, u ma'lumotlar shu. Biz endi uni kasalliklariga o'tamiz. Birinchi navbatda Staphylococcus aureusda ovqatdan zaharlanish holati yuzaga, ya'ni gastroenterit, ovqatdan zaharlanish, aynan u ajratgan toksin, enterotoksinlari demak
ovqatda, ya'ni issiqlikka chidamli hisoblanadi va uzoq vaqt ovqat ma'lum bir joyda sportlar bilan zararlanib turgan holatda bo'lsa, yokida uzoq vaqt hali qaynatilmagan, isitilmagan bo'ladigan bo'lsa, yaxshi yuqori haroratda pishirib tayyorlanmagan bo'lsa, xususan spor enterotoksinlar demak organizmga tushgandan keyin ovqatdan zaharlanish belgilarini yuzaga chiqaradi va bu taxminan 2-6 soat ichida ovqat qabul qilingandan 2-6 soat ichida yuzaga chiqadi belgilari va shu orqali demak ovqatdan zaharlanishni 2 turga: erta, ya'ni early onset yoki rapid onset deyiladi, hamda kech, late onset. Bizda aynan ovqatdan erta zaharlanish, tez zaharlanish bu stafilokokk aureusni enterotoksinlari hisobiga yuzaga keladi. Buni biz mana bu yerda ko'rib turibmiz, boya aytganimizdek, va ko'pincha bu mayonez orqali, mayonezdan tayyorlangan to'g'rirog'i ovqatlar orqali yuzaga kelishi mumkin. Mayonezda demak enterotoksin saqlansa kerak, shu orqali bo'lishi mumkin. Va bu yerda go'shtlar, xom go'sht yoki yaxshi pishirilmagan go'sht deylik, shular orqali yuzaga keladi. Aynan shu bizda mana bu rasm shuni anglatib turibdi. Va bizda demak belgilari, klinik simptomlari aynan qorinda og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish, bundan tashqari diareya bo'lishi mumkin. Diareya albatta bo'ladi. Demak, bu birinchi kasallik edi. Bu tuyani bu yerda tez yugurayotganini hisobga olsak, tez yugurayotgani aynan ovqatdan tez zaharlanishni ham demak ko'rsatib turibdi. Bundan keyingisi bizda o'tkir infeksiyali endokardit. Bu mana bu rasmni ko'raylik. Bu yerda bevosita yurakcha shakldagi nimalar ustida o'tiribdi ayol va bu aynan yurakka bog'liq endokarditni bildiradi. Va bu yerda deylik odatda o'sha tomirdan dori qabul qiluvchilarda yuzaga keladi ekan va klinik simptomlariga keladigan bo'lsak, o'ng tomonda, ya'ni 3 ta piramida turibdi. Bu bizda trikosped, ya'ni 3 tavaqali klapanni anglatadi. 3 tavaqali klapanda demak yuzaga keladi. Ya'ni 3 tavaqali klapandagi muammolarga olib keladi. Bundan tashqari isitma, holsizlik, leykositoz yoki ba'zi hollarda yurakdagi shovqinlar yuzaga kelishi mumkin. Aynan o'sha trikosped klapan orqali. Xo'p. Demak, keyingisi bizda toksik shok sindromi. Toksik shok sindromi bizda odatda 2 xil bakteriya qo'zg'atadi, sabab bo'ladi. Toksik shok sindromi mana bu biratni ko'rib turibmiz. Ustida yopinchig'i bor va u yopinchig'ida mana bunaqa chaqmoqli rasm bor. Bu chaqmoq deylik qanaqadir kuch, super kuchni anglatadi ko'p nimalarda va bu aynan bizda stafilokokk aureusni super antigen hosil qilishiga bog'liq, ya'ni ifodalayapti. Demak, super antigenda aynan sitokinlar ko'p ajralib chiqishi hisobiga bizda toksik shok kelib chiqadi. Va buni xususiyatlari, klinik ko'rinishlari to'g'ri isitma, tog'an biratni ko'rib turibmiz, isitmaga o'xshayapti, isitma chiqyapti. Gipotenziya, demak qon bosimi tushadi va skarlet isitmasiga o'xshash toshmalar qo'llarda toshmalar turibdi. Skarlet isitmasi bilan qizil toshmalar toshadi, shunga o'xshash toshmalar keladi. Ayniqsa qo'lda, kaftida, oyoq kaftida shunaqa toshmalar yuzaga keladi. Undan tashqari shok hisobiga multi organ yetishmovchilik, ya'ni ko'p organlarda buzilishlar yuzaga keladi. Xo'p, undan tashqari deylik mana bu yerda baliq suyaklarni ko'rib turibmiz, ya'ni suyakni nazarda tutilyapti. Osteomiyelitga sabab bo'ladi eng ko'p hollarda. Osteomiyelitda demak osteomiyelit aynan suyakni iligida yallig'lanish yuzaga keladi. Va bu demak bizda suyak og'rig'i, to'g'riroq mana artralgiyalar, suyak og'riqlari mana baylab olgan tizzasini. Xo'p, suyak og'rig'i, isitma, yallig'lanish bo'lgandan keyin to'qima shishi, qizarish va o'sha MRT yoki kompyuter tomografiya rentgenlarda suyakda litik yallig'lanishlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Va bu yerda rasmda yana nimani ko'rishimiz mumkin? Mana bu birat yo'talyapti. Undan tashqari buni tuya ham yo'talyapti. U yo'talish aynan stafilokokk aureus keltirib chiqaradigan pnevmoniyani anglatyapti. Aslida pnevmoniya stafilokokk to'g'ridan to'g'ri keltirib chiqarmaydi. Buni qayerdan bilamiz? Mana bu yerda
anaqa ikkasayadir anaqa tuzilmalar turibdi. Bu aynan virusga ishora qilyapti. Chunki Staphylococcus aureus post virusli infeksiyadan keyin, ya'ni virusli infeksiya bo'ladi dastlab, undan keyingi holatlarda aynan pnevmoniyaga sabab bo'ladi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri Staphylococcus aureus pnevmoniyani keltirib chiqarmaydi. Va bu yerda tuyani ustidagi yopinchiqlarni ko'raylik, ya'ni to'liq emas, bitta qiyqim-qiyqim, yamoq-yamoq ko'rinishda. Bu aynan o'pkada pnevmoniyani to'liq emas, ba'zi bir qismlarda, ya'ni patchy infiltrates deydi. Ya'ni o'pkada ko'rganimizda yamoq-yamoq infiltratlar ko'ramiz. Ya'ni qisman bitta infiltratlar ko'ramiz. Aynan shuni anglatadi. Xo'p. Mana biratni ustida ham shunaqa patchy blanket turibdi. Xo'p. Demak, keyingisi bizda absess va mastit. Mana bu yerda absess va mastitni asosan ko'rsatyapti. Xo'p. Endi bizda undan tashqari kuygan teri sindromini ham qo'zg'atadi. Impetigo, ya'ni Staphylococcus aureus bolalarda ko'pincha impetigoni keltirib chiqaradi. Teridan o'tkir yallig'lanish. Bu yerda mana bu kuygan teri sindromi deyiladi. Ayni kuygan teri sindromi xuddi quyosh urgandek ko'rinadi va bu quyosh urgani bilan ko'pincha adashtirib olishi mumkin. Ya'ni diffuz eritematoz hisoblanadi. Butun ya'ni tarqoq terini qizarishi, eritemalar bo'lishi to'laqonli. Demak, hamda impetigoda yana bitta xususiyati yengil teginish orqali, chimchilash orqali terining ko'chib tushishi yuzaga keladi. Bu aynan bakteriya azotlaydigan eksfoliatin toksini hisobidan yuzaga keladi sababi. Bundan tashqari demak xirurgik yarani bog'lashni ham yuqib qolishi mumkin va bular demak sellulit yoki absesslarni keltirib chiqaradi. Bu ham aynan eksfoliatin toksin orqali yuzaga keladi. Xo'p, bu demak kasalliklar shulardan iborat edi. Va bizda keyin davolashga keladigan bo'lsak, davolashda xususan gastroenterit, ya'ni ovqatdan zaharlanish o'z-o'zidan tuzalib ketadi. Ko'p hollarda. Lekin pensilin ishlatishimiz mumkin. Mana bu Fran ushlab turibdi. Pensil, ya'ni qalam. Pensil bu pensilinga ishora qilyapti. Demak, pensilinni ishlatishimiz mumkin, lekin bu yerda lekin degan joyi bor. Aynan Staphylococcus aureusni metitsilinga resistent shtammlari bor turlari va bu aynan pensilinlarga rezistentlikni bildiradi. MRSA deyiladi. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Demak, bu MRSA uchun biz vankomitsin ishlatamiz. Aynan buni tekshiramiz oldin Staphylococcus aureusni pensilinga rezistentligini tekshiramiz laboratoriyada va unga qarshi aniqlanadigan bo'lsa vankomitsin buyuramiz. Undan tashqari vankomitsin beriluvchi oqibatda bizda vankomitsinga rezistent aureus ham kelib chiqqan, ya'ni VRSA. Ularga biz VRSAga quinaprestin hamda dalfaprestin antibiotiklarni buyuramiz. Xo'p, bundan tashqari bizda mana bu anobislar nimaga berilgan desa, xususan MRSAni kelib chiqish mexanizmida shu pensilin bog'lovchi proteinlar bo'ladi. PBP deyiladi, penicillin binding proteins. Aynan shulardagi o'zgarishlar yuzaga keladi. Shu PBPlar o'zgarishi hisobiga penicillin birika olmaydi, natijada MRSA rezistentlikni hosil qiladi. Aynan shu yerda odamlarni odamni o'zgargan qiyofasini nazarda tutyapti. Ular qaytadan piramidani qurishyapti. Bu aynan PBPlarni o'zgartirish oqibatida MRSAni kelib chiqish mexanizmini ifodalaydi.